keyingisi. Alisher. Assalomu alaykum. Domla yaxshimisiz? Ya, Alisher. Bormisiz? Ha, bu ko'rinmaysiz. Endi mana imtihonlar qilsangiz ko'rinamizda, domla. Dars payti nima qilamiz? İmtihonga tayyormisiz? Qanday tayyor bo'lasiz? Kecha bitta oshmez bilan ko'rdim sizni. Ha, boshdan bilan edi, domla. Boshdan bilan edi. Diskotekada. Hali boshlab aytyapsizmi? Ha, u просто qadrdonimiz u. Siz endi matematikani suv ichib olgansiz-da endi. Ha, darsimizga xohlasangiz kelasiz, xohlasangiz kelmaysiz. Xo'p, matematikadan bilganingiz gapni chiqaring. Matematika bu fizik jarayon. Fizik jarayon bo'lmasa matematika bo'lmaydi onda. Fizikani ham bilasiz ekan. Hayotimiz biologiya domla. Hammasi. Gapiring. Domla endi matematika domla anaqa. Domla haligi. Sen menga mana qilyapsan, ha? Nima mana qilasan? Nimaga bor pul olib Abga bor. Boshqaga tushunmaydi. Bitta tushunmaydi. To'g'ri. Dekan. Mana so'yapti, domla qaysi? Dekan o'zlab keldi. Gapni yana mana. Uzr domla o'zi endi pul dedi, ana kel, desa kelganingga Nima qilasan menga? Boruna berib pul olib kelishamiz. Ana. Dekan o'zi